Aura RoboClean pilisoslari haqida bilasizmi? Yo'q deyotgan bo'lsangiz, umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ladi. Shaxsan o'zim 11 yildan beri aynan shu pilisosdan foydalanaman. Boshqa pilisoslardan farqi juda ham kuchli vibratsiya bilan ishlaydi. Gilamlarni tegi changacham tortib tozalab beradi. Hammamiz ayol kishimiz, sochimiz to'kilishi bu tabiiy holat. Bu texnikadan foydalanganda gilamlaringizni shotka bilan tozalab chiqishingizga hojat ham qolmaydi. Endi bo'lsa suvimizni yengilab havodagi changlarni tortib olamiz. Uning uchun biz hozir atiridan foydalanamiz. 3 xil atir bo'ladi idishida. Men hozir dengiz hidligini tanlab oldim va 3-4 tomchi solamiz. Uyimizning razmeriga qarab 20 minutdan 40 minutgacha yoqib qo'yamiz. Bundan tashqari alohida nabor yordamida gilam, stul, yumshoq mebellarimizni yuvib, quritib tozalab olsak ham bo'ladi. Matras, ko'rpacha, yostiqlarni tozalaydigan alohida funksiyalari ham bor. Bu texnika sizga ham qiziq bo'lsa, Auraning rasmiy dillerini siz uchun belgilab qoldiraman.